Agar siz ekspert bo'lsangiz, kurslaringiz bo'lsa, miyada faqat planda qilib yuribsiz, yetarlicha tajribangiz bor, lekin hech qachon kurs qilmagansiz. Buni siz bitta o'zingiz qila olmaysiz. Albatta sizga metodolog tavsiya qilaman. Metodolog bilan ishlasangiz, kurslaringiz professional darajada ommaga taqdim qila olasiz. Juda ko'p metodologlar bilan gaplashganman va konsultatsiyalar olib, aynan Lafruz Hidoyatovani tanladim. Sababi har bitta individualniy mavzularimga individualniy yondoshdilar va hattoki meditatsiyalarimgacha yordam berdilar. Oldingisi to'g'ri onlayn bo'lgan bo'lsa ham, lekin offlaynni men hozir bemalol ayta olaman. Sayqallangan varianti mukammal tarzda ishlab chiqilgan. Hattoki qizlarimiz bu kursdan keyin konsultatsiya ham olishga hojat bo'lmaydi. Psixoanaliz, ya'ni hamma tilda aytilgan raskopka ham olishga hojat bo'lmaydi. Shu darajada birgalikda mukammal tarzda ishlab chiqdik bu kursni. Mana shu kursni yozish jarayonida o'zim bemalol ayta olaman, o'zim transformatsiyadan o'tdim. O'zimni kursimni o'zim yozib, o'zim juda ham ko'p narsalarni angladim. Bunga esa Lafruz Hidoyatovani har safar bergan konsultatsiyadagi qayta aloqa, ya'ni feedbacklari bo'ldi. Va ularni taqdim qilish uchun, to'g'ri yetkazib berish uchun albatta ularga professional ekspert kerak bo'ladi, ya'ni metodologik yondashuv asosida bemalol men tavsiya qila olaman Lafruz Hidoyatovani.